Assalomu alaykum hammaga. Demak, bugun 2025-yil bahorgi attestatsiya yuzasidan tushadigan matematika savollarini, demo testlarini yig'dik. Mana shu testni sizlar bilan bir qator tahlil qilib chiqamiz. Demak, bu boshlang'ich fan o'qituvchilari uchun. Boshlang'ich fanda bilamiz, turli xil fanlardan imtihon topshiriladi, test, ya'ni ana shulardan yana biri bu matematika fani hisoblanadi va matematika fani juda ham muhim hisoblanadi. Shuning uchun biroz attestatsiyaga tayyorgarlik sifatida mana shu savollarni ko'rib o'tamiz. Demak, birinchi savoldan boshladik tahlil qilishni. Hop, birinchi savolga yaxshilab e'tibor qaratadigan bo'lsak, to'g'ri burchakli parallelepipedning balandligi 35 cm ga teng ekan. Hop, parallelepipedni biz juda ham yaxshi bilamiz, qanaqa shakl ekanligini. Demak, keling tasavvur uchun bitta parallelepiped chizib olamiz. Mana shu parallelepipedning balandligi 35 degani, ya'ni mana bu qism 35 cm ga teng ekan. Demak, balandligimiz 35 cm ga teng. Hop, balandligini biz h bilan belgilashimiz mumkin. Demak, h barobar 35 cm. Bo'yi esa uning eni balandligidan 3 marta katta. Demak, eni a bo'ladigan bo'lsa, mana shu balandligidan 3 marta katta bo'lsa, 35 ni nima qilamiz? 3 ga ko'paytiramiz. 105 cm. Demak, eni 105 cm ga teng ekan. Va bo'yi esa balandligidan 4 marta katta. 35 ni ko'paytiramiz 4 ga. 120 cm. Demak, bo'yimiz 120 cm ga teng ekan. Va bizdan aytyapti, parallelepipedning barcha qirra uzunliklari yig'indisini toping deyapti. Demak, barcha qirra uzunliklari yig'indisini topish uchun biz umumiy formulani bilardik, ya'ni L barobar A qo'shilgan B qo'shilgan H yoki S ketardi. Endi bu yerda H olib ketsak bo'laveradi. Ko'paytirilgan 4, ya'ni bo'yi, eni va balandligini qo'shib 4 ga ko'paytirardik. Mana shu formuladan foydalanamiz. Demak, A ni o'rniga 105, B ni o'rniga 120, S ni o'rniga esa, ya'ni H ni o'rniga 35 olamiz. Ko'paytirilgan 4 barobar qavsni ichini hisoblasak 280 bo'ladi. Uni 4 ga ko'paytiramiz. Ko'paytiradigan bo'lsak 1120 cm bo'ladi. Endi bizda 1120 cm degan javob yo'q javoblarimiz ichida. Shuning uchun buni detsimetrga o'tkazamiz. Detsimetrga o'tkazadigan bo'lsak 112 detsimetr bo'ladi va bu bizda A javobga to'g'ri keladi. Demak, birinchi savolimiz javobi A javob bo'lar ekan. Mana shu ko'rinishda yechamiz. Ikkinchi savolga to'xtalamiz. Ikkinchi savolda Bobur bir oyda 6 ta kitob o'qiydi. U hozir 10 yoshda bo'lsa, 18 yoshga kirguncha necha bet kitob o'qiydi? Hop, demak, u hozir 10 yosh bo'ladigan bo'lsa, 18 yoshga kirguncha deyapti. Qancha vaqt o'tadi oradan? Nima qilamiz? 18 dan 10 ni ayiramiz. Natija 8 yil vaqt o'tadi. Va bizda 1 yilimiz 12 oyga teng bo'ladigan bo'lsa, 8 ni 12 ga ko'paytiramiz. 96 oy bo'ladi. Va oyiga 6 tadan kitob o'qiydigan bo'lsa, 96 oyda u 6 tadan o'qisa nechta kitob o'qiydi? Ya'ni 96 ni 6 ga ko'paytiramiz. 6 kere 6 36, 3 yoddayu 54 57. Demak, 576 ta kitob o'qir ekan. To'g'ri javob C bo'ladi bunda. Hop, 3-savolga to'xtalamiz. 3-savolimizda berilgan shaklning yoyilmasida qanday yassi shakl takrorlanmaydi deb aytyapti. Hop, e'tibor beramiz. Silindrning yoyilmasi nimadan tashkil topgan? Silindrning yoyilmasi bizda to'g'ri 4 burchak hamda ikkita mana bunday doiradan tashkil topgan bo'ladi. Mana chizmani tasavvur qilib olsak bo'laveradi. Demak, e'tibor bersak, doira nima bo'lyapti? Ikkita bir xil doira takrorlanyapti. Ya'ni doira shakl takrorlanyapti. Qaysi shakl takrorlanmaydi? Mana bu to'g'ri 4 burchak takrorlanmaydi. Shuning uchun javobga A javobni olamiz. B javob xato, D javob xato, chunki D javobi o'sha 2 marta takrorlanyapti. Kvadrat degan joyiga silindrni yoyilmasida har doim kvadrat bo'lmay qolishligi ham mumkin. To'g'ri, kvadrat ham bo'lishi mumkin, lekin kvadrat bo'lmasligi ham mumkin. Lekin kvadrat degan so'zni o'rniga to'g'ri 4 burchakni ishlatsak ham bo'laveradi. Shuning uchun to'g'ri javob A bo'ladi.
4-savolga to'xtalamiz. Muntazam uchburchakning ichki burchagini aniqlang. Xo'p. Muntazam uchburchak degani nima degani? Muntazam uchburchak degani, ya'ni barcha qirralari teng bo'lgan uchburchakka aytiladi. Ya'ni mana bu ko'rinishdagi uchburchakka. Uning mana bu qirralari barchasi teng, ya'ni tomonlari A ga teng bo'ladi. Xo'p, demak, uchburchagimizda barcha qirralari teng bo'lsa, uni qarshisidagi burchaklar ham o'zaro teng bo'ladi. Ya'ni mana bu burchakni ham alfa, bu burchakni ham alfa, bu burchakni ham alfa deyishimiz mumkin. Bilamiz, uchburchakning ichki burchaklar yig'indisi 180 gradusga tengligidan 3 ta alfani yig'indisini 180 ga tenglasak, 3 alfa barobar 180 gradus. Bundan alfa barobar 30 gradusga mos keladi. 60 gradusga. Uzr, mana bitta ozgina chalkashlik bo'ldi. 60 gradusga demak mos keladi. Demak, muntazam uchburchakning bitta ichki burchagi necha gradus ekan? 60 gradus va 60 gradus bilamiz, bu o'tkir burchak hisoblanadi. 5-savolga to'xtalamiz. Yoyiq burchakning yarmi necha gradus? Yoyiq burchakni bilamiz. Yoyiq burchak mana bu hisoblanadi va u 180 gradus deb olamiz yoyiq burchakni. Endi yarmi necha gradus deyapti? Demak, 180 ni 2 ga bo'lib qo'yamiz. 90 gradus bo'ladi. Va to'g'ri javob A. 6-savolga keldik. 6-savolni menimcha yuqorida yechdik, ya'ni 1-savolimizda foydalandik bu formuladan. To'g'ri burchakli parallelepipedning barcha qirralari uzunliklari yig'indisini hisoblash formulasi berilgan qatorni ko'rsating deyapti. Bu formulani albatta o'zimiz keltirib chiqarsak ham bo'ladi. To'g'ri javob bizda mana C bo'ladi. Keling, shuni keltirib chiqaramiz. Demak, uning uchun bizga parallelepiped kerak. Mana bitta parallelepipedni olamiz va uni qirralarini aniqlashdan boshladik. Demak, mana bu qirrasini, A deydigan bo'lsak, xuddi shu qirradan yuqorida ham bor A. Uni qarshisida ham bor mana A va A. Mana bu orqa tarafda. Demak, menda A uzunlikka ega bo'lgan qirradan nechta ekan? 4 ta ekan. Demak, 4A desam bo'ladi. Ikkinchi qirram, mana bu bo'yini belgilayman. Demak, mana bu yerda ham bor bo'yi, mana bu yerda ham bor, mana bu yerda ham, mana bu yerda ham bor. Demak, 4 ta bo'yi bor ekan. Endi balandligimiz H deylik yoki S deylik mana. Formulada S berilgan, keling biz ham S deb ataymiz buni. Demak, S mana bu yerda ham bor. Mana balandligimiz S. Demak, bu yerda 4 ta S ham bor ekan. Endi uzunliklari, ya'ni qirra uzunliklari yig'indisini topish uchun shular hammasini qo'shib qo'yamiz. Demak, 4 ta A qo'shilgan 4 ta B qo'shilgan 4 ta S, ya'ni L barobar. Bundan biz 4 ni qasdni tashqariga chiqaradigan bo'lsak, A qo'shilgan B qo'shilgan S ko'paytirilgan 4 ko'rinishga keladi formulamiz va bu bizda mana C javobda turibdi. Mana shunday keltirib chiqarsak bo'ladi. Xo'p, 7-savolga o'tamiz. 7-savolda ham kub va parallelepiped haqida gap ketyapti. Mana shu tasdiqlarni to'g'ri yoki noto'g'riligini aniqlaymiz. Xo'p, demak, bizga kub va parallelepiped ishlar ekan, keling kub bitta parallelepipedni olamiz. Mana parallelepedni ovaldik chizmasini, shunga qarab endi aniqlaymiz. Boshladik. Xo'p, quyida bayon qilingan fikrlarning to'g'ri yoki noto'g'ri ekanini aniqlang. Birinchi fikr: kub va parallelepipedda 6 ta bir xil yoq bor. Xo'p, yoq haqida gaplashyapmiz. Demak, kubni barcha qirralari teng bo'lganligi uchun uni barcha yoqlari ham teng bo'ladi. Kub uchun bir xil yoq bor degan joyi to'g'ri, ya'ni 6 ta yoqi bor bilamiz. Pastda mana bu bitta yoq, yuqorida bitta yoq va yonda 4 ta yoq bo'ladi, jami 6 ta yoqi bo'ladi. Bu to'g'ri. Endi parallelepiped uchun bir xil yoq degan jumla noto'g'ri hisoblanadi, chunki parallelepipedning qarama-qarshi yoqlari teng bo'ladi, lekin 6 ta yoqi hammasi bir xilda teng bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun ham bu fikrni noto'g'ri deymiz, chunki ikkalasini ham bir xilda qanotlantirgani yo'q. Demak, birinchi fikrimiz noto'g'ri bo'ladi, 1 ga B bo'ladi. Ikkinchi fikr: kub va parallelepipedning 12 ta qirrasi, 6 ta uchi mavjud. Xo'p, qirralari haqida gaplashamiz. Demak,
Demak, qirra deganda biz nimani tushunamiz? Mana bu joylarini, ya'ni qirralari. Bo'yi, eni, balandliklarini biz qirralari deymiz. Mana shu qirralari haqida gaplashamiz. Demak, bizda aytayaptiki, kub va parallellepipedda 12 ta qirrasi bor deyapti. Xo'p, qanday aniqlaymiz buni? E'tibor bersak, asosida mana 4 ta qirra bor, chunki 4 burchakdan tashkil topganligi uchun. Xuddi shunday yuqorida ham 4 ta va xuddi shunday o'rtasida ham, ya'ni balandliklarimiz ham 4 ta bo'lganligi uchun jami 12 ta qirrasi bor. Bu jumla, ya'ni fikr to'g'ri. Endi uchlariga keladigan bo'lsak, uchlari deb biz mana bu qismlarini olardik, ya'ni mana bu uchlari. Yuqorida 4 ta, pastda esa 4 ta, jami 8 ta uchi bor. Lekin bu yerda 6 ta 3 mavjud deb aytayapti. Shuning uchun bu jumla xato bo'ladi va o'z-o'zidan ikkinchi jumlamiz ham xato ekanligi ma'lum. Demak, 2 ga ham biz B olar ekanmiz. Demak, 1B, 2B degan javob bizda C javobda joylashgan. Xo'p, 8-savol endi anchagina sodda savol. Surati mahrajidan katta bo'lgan kasr bu noto'g'ri kasr hisoblanadi. Demak, kasrlarni bilamiz. A taqsim B kasrimizda agar A B dan katta bo'ladigan bo'lsa, noto'g'ri hisoblanadi. Yoki teng bo'lsa ham, agar A kichik B bo'ladigan bo'lsa, unda to'g'ri kasr hisoblanadi. Buni juda yaxshi bilamiz. 9-savolni ko'ramiz. Demak, 9-savolimizda tenglama berilyapti. Tenglama ildizini toping. Xo'p, ushbu tenglamani yechish uchun eng sodda usul o'zimizning qoidalarimizdan foydalanamiz. Misol uchun 9 ayru y barobar 4 tenglamani yechish uchun biz boshda o'rganganmiz, o'zimizga qulay usul qilib olganmiz. Ya'ni y o'rtada kelib ayru bo'lgan holatda y topish uchun mana bu 9 dan 4 ni ayirardik, to'g'rimi? Bunda ham xuddi shu holat kelyapti. Faqat y ni oldida bu yerda kasr son, bu yerda ham aralash kasr sonlar kelyapti, xolos. Demak, qoida o'zgarmaydi. Y barobar 3,5 dan 4 ayru 2,2 dan 1. Xo'p, bu yerda dastavval ayirmani hisoblashdan oldin albatta umumiy mahraj keltirib olishimiz kerak. Xo'p, 5 va 2 ga umumiy mahraj 10 bo'ladi. Demak, bu kasrimning surat mahrajini 2 ga, buni esa 5 ga ko'paytirib yuboraman. Demak, y barobar 3,10 dan 8 ayru 2,10 dan 5. Natija 1,10 dan 3 hosil bo'ladi. Demak, y barobar 1,10 dan 3 ga teng ekan. Mana shunday. Va bizda bu javob A javobda bor. Xo'p, 10-savolga keldik. Mulohaza yuriting. Demak, bunda ham mulohazalarni tasdig'ini ko'rib chiqarkanmiz. Birinchi savolda aytayaptiki, parallel to'g'ri chiziqlar tekislikda to'g'ri burchak ostida kesishadi. Xo'p, parallel to'g'ri chiziqlarni bilamiz. Demak, parallel to'g'ri chiziqlar qoidasi bo'yicha ham o'rganganmiz. O'zaro kesishmaydigan to'g'ri chiziqlar hisoblanadi va parallel to'g'ri chiziqlarga kesishadi degan jumlani qo'yib ketyapti. Shuning uchun bu noto'g'ri hisoblanadi. Demak, bizda birinchi jumlamiz noto'g'ri va 1 ga B bo'lar ekan. Xo'p, 2 ni gaplashamiz. Perpendikulyar to'g'ri chiziqlar o'tkir burchak ostida kesishadi. Perpendikulyar to'g'ri chiziqlar bular doim 90 gradusda, ya'ni to'g'ri burchak ostida kesishadigan chiziqlar hisoblanadi. Shuning uchun ham bu yerda o'tkir burchak ostida kesishadi deb aytayapti. Bu xato fikr. 2 ga ham B bo'lar ekan. Endi 3-fikrni gaplashamiz. Tekislikdagi har qanday nur o'tkir burchak ostida kesishadi. Xo'p, nurni bilamiz. Boshlanish nuqtasi bor va oxir nuqtasi mavjud emas, ya'ni cheksiz ketadi. Nur ikki tomonga ketgan bo'lishi ham mumkin. Endi tekislikda har qanday nur o'tkir burchak ostida kesishadi deyapti. Yo'q. Har qanday nur o'tkir burchak ostida kesishmasligi ham mumkin. Ya'ni u parallel joylashgan bo'lishi mumkin nurlar ham, yoki ular perpendikulyar holatda joylashgan bo'lishi ham mumkin va hokazo, yoki o'sha aytgandek o'tkir burchakda kesish ham mumkin, lekin bu yerda har doim deb aytayapti. Shuning uchun ham biz bu fikrni ham noto'g'ri fikr deb olamiz va 3 ga ham B bo'lar ekan. Va bizda to'g'ri javob A javob. Xo'p, keyingi kasrga doir ushbu misolni ko'ramiz. Demak, ushbu misolda hisoblang va natijani aralash kasr ko'rinishida ifodalang deb aytayapti. Xo'p, boshladik.
E'tibor beramiz, qavsning ichini birinchi ishlab olishimiz kerak. Xo'p, qavsning ichida hammasi mahrajlari bir xil bo'lgan nimalar berilyapti? Aralash kasrlar berilyapti. Buni qo'shish ayirish bo'lganligi uchun bir boshdan ishlab ketaveramiz, ya'ni tartib bilan. Birinchi qo'shib olamiz, keyin ayiramiz, keyin yana ayiramiz. Oxirida qavs ichi natijaga 7 dan 4 ni qo'shib qo'ysak bo'ldi. Demak, birinchi nima qilaman? 9,8 dan 5 ga qo'shaman 5,8 dan 1 ni. 14,8 dan 6 hosil bo'ladi. Undan keyin 14,8 dan 6 ga dan ayiraman 7,8 dan 2 ni. Xo'p, menda 7,8 dan 4 hosil bo'ladi. Ana undan keyin 7,8 dan 4 ayiruv 6,8 dan 7. Mana bu yerga e'tibor qaratadigan bo'lsak, butun qismdan butun qismni ayirish mumkin, lekin kasr qismdan kasr qismni ayirish jarayonida 4 dan 7 ni ayirishga to'g'ri kelib qoladi. Ya'ni nima? Kichigidan kattani ayirib bo'lmaydi. Manfiy hosil bo'lib qoladi. Shuning uchun mana bu 7 ni nima qilamiz? Parchalaymiz. Parchalaganda bittaga butun qismni kamaytirardik va suratga mahraj necha bo'lsa, shuni bir marta qo'shib yuborardik. Ya'ni 8 dan 8 ga 4 ni qo'shadigan bo'lsak 12 minus 6,8 dan 7. Ana endi ayirish mumkin bo'ladi. Demak, ayirib qo'yamiz. 6 dan 6 ketsa 0, 8 dan 12 ayiruv 8 dan 7, 8 dan 5 hosil bo'ladi. So'nggi ish mana shu chiqqan natija 8 dan 5 ga qo'shib qo'yamiz 7 dan 4 ni. Bu yerda umumiy mahraj keltirishimiz kerak. 8 va 7 ga umumiy mahraj 56 bo'ladi. Demak, 56 ni 8 ga bo'lsam 7, buni 7 ga, buni esa 8 ga ko'paytirar ekanman. 56 dan 35 qo'shilgan 56 dan 32. Natijani hisoblayman. 56 dan 67 bo'lar ekan. Ana endi buni aralash kasr ko'rinishda yozing deyapti. Aralash kasr ko'rinishda yozish uchun 67 ni 56 ga bo'lamiz va 1 qoldig'imiz 11 bo'lar ekan. Xo'p, demak, aralash kasr ko'rinishda yozish uchun nima ish qilardik? Mana shu bo'lishni amalga oshirardik. Mana bu to'liqsiz bo'linmani butun qismga, ya'ni 1 mahraj esa o'zgarishsiz qoladi. Qoldiqni esa suratga yozardik, ya'ni 11 ni. 1,56 dan 11 degan javob chiqar ekan. Mana bizda bu A javobda bor. Xo'p, 12-savolga to'xtalamiz. 12-savolda mana shu son berilyapti, ya'ni bu qanday son? Mana 3 ta 3 ta qilib ajratadigan bo'lsak, 706,453,140 sonida birinchi sinf, birinchi xonada qaysi raqam turibdi deyapti. Demak, birinchi sinfimiz mana bu sinf bo'ladi. Birinchi, bu ikkinchi, bu esa uchinchi sinf bo'ladi. Xonalarni sinflaganimizda, demak, birinchi sinf, birinchi xonamizda bizda 0 raqami joylashgan. Demak, birinchi sinf, birinchi xonada 0 raqami. Demak, birinchi mulohazaga B mos kelar ekan. Demak, 1 ga B deb turamiz. Ikkinchi, 3-sinf 3-xonada. 3-sinf 1, 2, 3-xonada esa 7 raqami joylashgan va u A da turibdi. Demak, 2 ga A bo'lar ekan. Uchinchisi, 2-sinf 3-xona. 2-sinf 3-xonada esa 4 soni, ya'ni raqami joylashgan, bu E. Demak, 3 ga mos kelar ekan E. Mana, demak, B A E ko'rinishda berilgan javob bizda S javobda berilgan. Xo'p, 13-savolga to'xtalamiz. 13-savolda endi biroz murakkabroq savol, ya'ni tenglamalar sistemasiga doir savol berilyapti. Ikki sonning yig'indisi 1878 ga teng. Demak, ikkita son degandan keyin birini x, birini y deb olishimiz mumkin. Demak, x va y ning yig'indisi 1878 ga teng ekan. Agar birinchi sonni 5 marta, ikkinchi sonni 2 marta orttirib hisoblansa deyapti. Demak, birinchisini 5 marta orttirsak 5x, ikkinchisini 2 marta orttirsak 2y va natija 5403 hosil bo'lyapti. Shu sonlarning kichigini toping deb aytyapti. Demak, sistemani yechish uchun nima ish qilamiz? Albatta, mana bu o'zgaruvchilarimdan birini
yo'qotish uchun uni nima qilardik? Koeffitsiyentlarini bir xil qilib olardik. Keling, mana birinchi va ikkinchi tenglamamda y larning koeffitsiyentlarini bir xil qilib olay. Uning uchun birinchi tenglamamni ikkala tarafini ham 2 ga ko'paytiraman. Natijada menda nima hosil bo'ladi? 2x qo'shilgan 2y barobar hop 16, 14, 15 bir yoqda 16, 17, 2, 3. Demak 2x plus 2y barobar 3756 hosil bo'lar ekan. Endi pastga yozamiz. 5x qo'shuv 2y barobar 5403. Mana. Ana endi sistemani ayirib yuborishim mumkin pastdan tepani. Pastdan tepani ayirganimda 5x dan 2x dan ayirsam 3x qoladi. 2y dan 2y ayirsam yo'q bo'lib ketadi, ya'ni 0. 5403 dan 3756 ni ayiraman endi. Hop, ayiradigan bo'lsam 7, 4, hop, 6 hamda 1. 1647 bo'lar ekan. Bundan x topaman. 1647 ni 3 ga bo'lib x barobar 549 hosil bo'ladi. Mana e'tibor beramiz, endi sonlarning kichigini toping degan, ya'ni kichigini so'rayapti. Demak, x 549 chiqadigan bo'lsa, y ni topish uchun mana birinchi tenglamamga qo'yaman. X o'rniga 549 qo'shuv y barobar 1878. Bundan y topamiz. 1878 dan ayiramiz 549 ni. Y barobar 9, 2, 3, 1. Demak, y 1329, x esa 549. Kichigi albatta x ekan, demak javob B hisoblanadi. Hop, 14-savolimizda rasmdagi kvadratning yuzini hisoblash uchun uning perimetrini bilish yetarlimi yoki zaruriymi degan savol berilyapti. Hop, ushbu savolda chizmada biroz xatolik bo'lib qoldi. Ya'ni kvadrat berilgan bo'lish kerak edi bu yerda. Kvadrat mana bunday. Mana. Hop, kvadrat berilgan va uning tomonlari A va A ligi ko'rsatilgan edi. Chizmada ozgina xatolik bor. Hop, mana aytayapti. Rasmda berilgan kvadratning yuzini hisoblash uchun uning perimetrini bilish yetarlimi yoki zaruriymi deyapti. Hop, agar perimetri berilgan bo'lsa, uni yuzasini topish uchun perimetr bu yetarli hisoblanadi. Chunki perimetr orqali uni tomonini topishimiz mumkin va tomon orqali bemalol yuzasini aniqlasak bo'ladi. Endi zaruriymi degan joyiga agarda yuzasini topish uchun perimetr berilmagan bo'lganda, uni bitta tomonini berish zarur bo'lardi yoki qaysidir perimetrini berish zarur bo'lar edi. Yetarli ham zaruriy ham emas. Yo'q, bu noto'g'ri javob. D javobimiz yetarli ham zaruriy ham emas deb aytayapti. Bu ham noto'g'ri. Demak, bizga perimetr berilishi uni yuzani topish uchun yetarli hisoblanar ekan. Va so'nggi savolimizga yetib keldik, ya'ni 15-savol. Rasmdagi uchburchakli prizmaning A'sida qirra uzunliklar yig'indisi, B'sida yon sirt yuzi va C'sida to'la sirt yuzini hisoblang deb aytayapti. Hop, rasmda mana bu to'g'ri burchakli prizma berilyapti. Hop, birinchi savolga javob beramiz. Qirra uzunliklar yig'indisini toping deyapti. Hop, qirra uzunliklar yig'indisini topishni boshladik. Qanday aniqlaymiz? E'tibor beramiz. Mana bu qizilda chizilgan kesmam 8 ga teng ekan. Bu kesmadan mana bu yerda ham bor. Mana bu kesmam esa 12 sm ga teng. Mana bu kesmam mana 3 ta joyda kelyapti, mana bu ko'rinishda. Hop, endi 15 ga teng bo'lgan kesmam ham mana bu yerda ham bor, mana bu yerda ham bor. Va 17 ga teng kesmam mana bu yerda va mana bu yerda bor. Demak, hammasidan nechtadan bor ekan? 2 tadan bor ekan, faqat mana 12 sm likdan 3 tadan ekan. Demak, mana shular hisoblaymiz. Keling, mana shu ranglarini ajratgan holda hisoblaymiz. Qizil kesmalar yig'indisi nimaga teng? Ya'ni qizil bilan chizgan kesmam 2 ta 8 16 sm ga teng. Endi ko'k bilan chizgan kesmam uzunliklari yig'indisi 1 2 3 ta 12 36 sm ga teng. Undan so'ng sapsar bilan chizgan kesmam uzunliklari yig'indisi 2 ta 17 degani bu. Mana bu 34 hisoblanadi. Hop, undan keyingisi sabzi rangda chizyapman.
ikkita kesma, ya'ni 15, 2 15. Bu 30 santimetrga teng. Mana barcha qirralarini hozircha hisoblab oldim. Endi shularni hammasini nima qilib qo'ysak bo'ldi? Qo'shib qo'ysak bo'ldi. Shunda barcha qirra uzunliklari yig'indisi kelib chiqadi. Demak, 16 qo'shilgan 36 qo'shilgan 34 qo'shilgan 30 ni hisoblaymiz. 36 va 34 bizda 70 bo'ladi. 70 ga 30 ni qo'shadigan bo'lsak 100, 100 ga 16, 116 demak santimetr bo'lar ekan. Qirra uzunliklari yig'indisi 116 santimetr. Demak, L barobar 116. Birinchisining javobi chiqdi. Endi yon sirt yuzini so'rayapti. Yon sirt yuzasi bu faqatgina mana bu yuza hisoblanadi. Mana yon tarafdagi yuzalar. Yon tarafdagi yuzalar faqatgina nima bor? 3 ta yuza bor xolos. Bizga qarab turgan qism mana keyin mana bu yondagi S1 yuza, bu yonda S2 va biz tarafda turgan to'rtburchagimiz bu S3 yuza hisoblanadi. Xo'p, bu yuzalarni alohida topib qo'shib qo'yadigan bo'lsak bo'ldi. Xo'p. Boshladik. S1 ni topish uchun nima ish qilamiz? S1 ni mana bu yerga yozaman. S1 ni topish uchun mana bu 12 ni nimaga ko'paytiraman? 8 ga ko'paytiraman. Chunki to'g'ri to'rtburchak bu yerda yuzasini topish uchun bo'yini eniga ko'paytiramiz. Demak, 12 ni 8 ga ko'paytiramiz, 96 bo'ladi. Bitta yoni yuzi chiqdi, yon sirt yuzi. Ikkinchisi mana bu 15 ni ko'paytiraman nechiga? Mana bu 12 ga. Chunki bu yerim ham 12 ga teng. Demak, 15 ni ko'paytiramiz 12 ga. Natija 180 chiqadi. S3 ni hisoblayman. S3 bu bizga qarab turgan yuza, ya'ni 17 ga 12. Mana bu to'rtburchagimiz yuzasini hisoblaymiz. Demak, 12 ni ko'paytiramiz 17 ga. 204 santimetr bo'ladi. Mana barcha yon sirt yuzalarni topdim. Endi bularni nima qilib qo'ysak bo'ldi? Qo'shib qo'ysak bo'ldi. Demak, S yon sirti 96 qo'shilgan 180 qo'shilgan 204. Natijamiz 480 santimetr kvadrat bo'lar ekan. Ya'ni 96 va 204 300, 180 ni qo'ysak 480 bo'ladi. Xo'p, keyingi S javobimizda esa nima so'ralyapti bizdan? To'la sirti. To'la sirtini topish uchun nima ish qilamiz? Xuddi mana shunday barcha yoqlar yuzalarini hisoblaymiz. Biz hozir yon sirtini hisobladik. Endi yuqoridagi uchburchak yuzasi va pastdagi uchburchak yuzasini topib, qo'shib qo'ysak bo'ldi. Ya'ni o'zi yon sirti tayyor. Shu yon sirtga yuqoridagi ikkita uchburchak yuzasini qo'shsak, to'la sirt kelib chiqadi. Keling mana shu uchburchaklar yuzasini, ya'ni S4 bilan S5 ni aniqlaymiz. S4 bilan S5 tengligidan, chunki teng bu yuzalar, bittasini topamiz. To'g'ri burchakli uchburchak yuzasini aniqlash uchun nima ish qilardik? Uni bo'yi va enini ko'paytirib 2 ga bo'lib qo'yadigan bo'lsak, yuzasi kelib chiqardi. Demak, hisoblaymiz. Bo'yi bizda 8 ga teng, eni 15 ga teng, ko'paytirib 2 ga bo'lamiz. Natija 60 bo'ladi. Demak, S4imiz ham 60 ga teng ekan yuzasi, S5imiz ham 60 ga teng ekan yuzasi. Demak, ikkita bo'ladigan bo'lsa, ularning yig'indisi necha bo'ladi? 120 bo'ladi. Endi S to'la sirtni hisoblaymiz. To'la sirtni topish uchun yon sirtimiz o'zi tayyor 480. Shunga 120 ni qo'shib qo'yadigan bo'lsak, 600 santimetr kvadrat bo'lar ekan. Va bizda to'la sirtimiz mana 600 santimetr kvadrat. Va bu javob bizda A javobda to'g'ri berilgan.